2026 Nissan Altima yangi avlod biznes klass sedanlar qatorida yanada zamonaviy, qulay va texnologik ko'rinishda taqdim etilmoqda. Ushbu model aerodinamik dizayni, yangilangan old paneli, LED faralar, keng radiator panjarasi va silliq chiziqlari bilan nafaqat jozibador, balki samaradorligi yuqori bo'lgan avtomobil sifatida ajralib turadi. Katta o'lchamdagi gildiraklar, o'tkir optika va sportona siluet unga yanada premium ko'rinish beradi. Salonda esa Nissan Altima yanada yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi. Keng salon, yumshoq sifatli materiallar, yangi avlod multimedia tizimi, 12 dyuymli sensor displey, raqamli instrument panel va Apple CarPlay hamda Android Auto qo'llab-quvvatlashi haydovchi uchun zamonaviy boshqaruv muhitini yaratadi. O'rindiqlar ilg'or ergonomikaga ega bo'lib, uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Orqa o'rindiqlar ham yetarlicha keng bo'lib, oilaviy sayohatlar uchun ideal. Texnik tomondan 2026 Nissan Altima 2 xil dvigatel varianti bilan taqdim etilishi kutilmoqda. 2.5 litrli benzinli atmosferali motor va 2.6 litrli turbo dvigatel. Ular yanada iqtisodiy, tejamkor va kuchli ishlashi bilan tanilgan. Chilt variatori yangilangan boshqaruv algoritmlari orqali yanada silliq tezlanish beradi. Ba'zi bozorlarda toliq g'ildirakdan tortish tizimi ham taklif qilinishi mumkin. Xavfsizlik tizimlari Nissan Altima'ning eng kuchli jihatlaridan biri bo'lib, 2026 yilgi modelda Nissan Safety Shield 360 to'plami yanada boyitilgan. Avtomatik to'qnashuvni oldini olish, yo'l belgilari monitoringi, kor joyini nazorat qilish, adaptiv kruiz nazorat, chiziqdan chiqishni ogohlantirish va avtomatik tormoz tizimi kabi funksiyalar standart yoki yuqori paketlarda mavjud bo'ladi. Kuzov sifati, ovoz izolyatsiyasi, suspenziyaning yumshoqligi va yo'lda tutib turish barqarorligi Altima'ni o'z segmentida kuchli raqobatchiga aylantiradi. Yonilg'i sarfi iqtisodiy bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda qulay. 2026 Nissan Altima o'zining premium ko'rinishi, texnologiya